qayerdan keldi shuncha narsa? Oyim taksidan berib yuboribdilar. Yegim kelgandi. Menga biroq g'oz etmasdan nimaga oyingdan narsalar olasan? Ota-onangdan hech nima olmagin demaganmidim? Nima qilibdi? Yegim kelyapti. Hozir bular menga zarur. Qizlari bo'lsam, begona emasman-ku. Nimaga oyingga aytasan? Men kimman bu uyda? Nima yemoqchi bo'lsang menga ayt. Men ota-onangning marhamatiga zo'rmasman, tushundingmi? Sanjar aka, o'zi ijara uyda tursak, yega-ichganimiz bir ahvol bo'lsa, qaz yegim kelyapti, tandir go'sht yegim kelyapti deb sizga ayta olmasam. Shu gapimni ikkita quloqing bilan yaxshilab eshitib olgin. Och qolsang ham, suvsiz qolsang ham hech kimdan hech nima so'ramagin, tushundingmi? O'zim olib kelsam yeysan. Men seni eringman. Bir burda nonim, rohati jonim, bilding? Nega endi? So'rasam nima qilibdi? Axir o'zimni onam-ku. Ey qara, hozir bularning hammasini yig'ishtirib yo beribki, yo tashlab oyoqqa qutbiga. Nima deganingiz bu? Oyim eshitsalar xafa bo'ladilar. Menga qizig'i yo'q. Yo'qot ko'zimdan hammasini. Tez bo'l.